Assalomu alaykum IDP IELTS test takerlari. Bugungi sayohatimiz IDP IELTSda eng katta hisoblanadigan test venuelardan biri bu Inha universiteti. Bu yerda IDP IELTS asosan paper based imtihonlarni tashkillashtiradi. Bino ichida siz birinchi amalga oshirishingiz kerak bo'lgan jarayon bu o'zingizga kerakli bo'lgan barcha qurilma yoki jihozlarni qoldirib ketishingiz majburiy bo'ladi. Chunki imtihon jarayonida qurilma yoki jihozlardan foydalanish qat'iyan man qilinadi va so'nggida o'zingizga kerakli bo'lgan raqamli karta bilan ketishingiz majburiy. Bino ichida siz ikkinchi amalga oshirishingiz kerak bo'lgan jarayon bu registratsiya jarayoni va registratsiya jarayoni muvaffaqiyatli tamomlangandan so'ng sizga imtihon zaliga kirishga ruxsat beriladi. Stol ustida sizga kerakli bo'lgan barcha jihozlar ta'minlangan. Quloqchin, qalam va boshqa kerakli barcha jihozlar va imtihon jarayonida siz bu jihozlardan foydalanishingiz majburiy, ya'ni listening uchun quloqchin. IDP IELTS imtihoniga Speak Up Uz kanali orqali registratsiyadan o'ting va bir nechta imtihon imkoniyatlariga ega bo'ling.